Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz muhterem vatandaşlar, bugün biz bütün barlığını yurtumuzun azadlığı için bağışlap, bir asırlık hayatının en ahırki kunlariga kadar bosqinchi Xitoy ishg'oli ostidagi mazlum xalqimizning asoratlik dardiga darmon izlab o'tgan Sharq Turkiston mustaqillik davosining yurt ichi va teshidagi asosli bayroqdorlaridan biri bo'lgan o't yurak inqilobiy rahbarimiz surgundagi Sharq Turkiston hukumatimizning faxriy raisi Husayn Qari Islomiydan ayrildik. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Bu sebepten merhumның vafati fakat onun ailesi üçünla bir yo'qolish bo'lmasdan ozodlik talmirgan bütün xalqimiz uchun bir cho'ng yo'qolish bo'lib, men bu munosabat bilan Sharq Turkiston surgundi hukumati nomidan bütün Sharq Turkiston xalqiga bosh sog'lig'i tilayman. Hammamizning bosh sog' bo'lsin. Cenab-ı Allah merhumның aile davabatlarına sabr taqat ata qilg'ay. Amin. Ya Rabbil Alemin. Men merhum atımız Husayn Qari Islomiy bilan bundan taxminan 30 yıl ilgari, yani 1983 yılı yazda ota-onamni elib vatandan hech qilish va tuqqan yo'qlash munosabati bilan Saudiya Arabistonga borgan cheg'imda haj tavobidan keyin bizning sharafimizga merhum Husayn Qari Islomiy tarafidan berilgan tog'illarim Muhammad Qurban va Abdurrahim Qurbonlar shundaqla boshqa tuqqanlardan Abdulqodir Ahmed Turkistoni qatorliq nurg'un Makka atrofida yashovchi muajir hamshahirlardan tashkil topgan bir ziyofatda ko'rishgan edim. Shuningdan e'tiboran ijratdagi hayotimda merhumdan yosh jihatda xilala kichik bo'lish yuzidan garchi uning vatanning ichidagi chog'larida beshidan kechirgan tarixiy kechmishlari va shundaqla uning xalqimiz tarafidan bosqinchi Xitoy hukmronligiga qarshi yurt ichi va sirtida elib berilgan milliy qurtulush harakatlarida ko'rsatgan bir qism fidokorliklarini o'z ko'zim bilan ko'rishga imkon bo'lmagan bo'lsammi, lekin keyincha bu haqda merhumning o'zining og'zidan va shundaqla boshqalardan oz to'la anglab, merhumni bir peshqadam yurtdosh sifati bilan emas, ozodlik yo'lidagi bir fidokor rahbar sifatida tunib, uningga bo'lgan hurmatim kun sari hasilab ishqi boshladi. Husayn Qari Islomiy rahimullahning menga eng ta'sir qilgan, ya'ni qalbimda hammadan cho'nqur o'rin olgan tarafi uning vatan davası uchun qo'shgan to'pisining oz yoki ko'pligi emas, uning ozodlik yo'lida boshqalardek kunda ming xil o'zgarib jo'ylamasdan har zaman va har qanday shart ostida dushman bilan qat'iy murassaga kirmaslik, istiqloldan iborat mustaqillikdan boshqa hech qanday yo'qolan davoni qat'iy qilmaslikdek ulug'vor mustahkam irodasi va bu yo'lda ko'rsatgan amaliy fidokorliklari bo'lib, xuddi boshqalar yashash yo'lida o'zlariga ma'naviy ona yoki dada tiklab uning orqasidan mangandek, men ozodlik yo'lida yaqin tarixda o'tgan ulug' inqilobiy ustoz Mamtila Efendi Tevfik ve Abdülaziz Mahsum qatorliq o't yurak inqilobiy
ustozlardan qolsa, marhum Hüseyin Qari İslami yoki har qanday uningga o'xshash haqqoniyatchi kishilarni ma'naviy otam deb tunib keldim. Merhumning odatdagi insonlarda kam uchraydigan yana bir aloyidligi u nihoyat ruhliq va umid bor kishi edi. Buning jonliq misoli merhumning hijratdagi qolgan eng oxirgi 20 yillik hayot ichida yashining allaqachon 80 dan o'tib bir yerga berib qolganligi qaramay, sabdoshlari ulug' vatanparvar merhum Abdülkadir Hacı Ahmet Türkistani ve Abdülkadir İbrahim Türkistani qatarlıq bir qancha dava arkadaşları bilen birge Orta Şərqdə Türkiyəni mərkəz qılğan halda yarım əsrdən biri davamlaşmaqda bolğan Şərq Türkistan davasını Türkiye'den halqıtıb elib xalqaralaşdırış niyetida 1994 yılı dünya siyasi bazarının mərkəzi sanalğan Washington'a kelişidir. Bu surat 1994 yılı 10. ayının 29. günü merhum Hüseyin Qari İslami'nin Şərqi Türkistan davasını Amerika'da qandaq ve nereden başlaş üçün dava sabdaşlarından Abdülkadir Ahmet Türkistani'ni özü bilen birle elip dastlabda Washington'a kelib u yerdagi Amerika xorijiy ishlar idorasidagi bir qism hukumat a'zolari bilan kurashgan chog'dagi bir ko'rinishdir. Bu surat 1995 yil yozda Hüseyin Qari İslami bilan Abdülkadir Ahmet Türkistanilar Amerikada resmiy tashkilot qurib Sharq Turkiston milliy mustaqillik davosini Amerika xalqiga va shundaqla hukumatiga anglatmak uchun kelgende meni o'qiyotgan maktabim Indiana University'den chaqirib elib kelib New York'dagi o'zlari tushgan bir otelde men bilan davani qandaq boshlash haqida jiddiy suhbat elib bordi. Mana bu surat bu suhbatdan keyin bir qarorga kelib New York'dan araba bilan Washington'a kelish safarimizda bir istirahat elish o'rnida chekilgan suratdir. Bular garchi dastlabda oldikayni bo'lib, bir qancha qatim New York va Washington qatorliq bir qancha yerlarda Washingtonda boshlamoqchi bo'lgan Sharq Turkiston milliy mustaqillik davosiga bu yerdagi shu zamonlarda mavjud bo'lgan G'ulomidin Paxta, Adhamjon, Omidjon, Dolqin Qambiri, Shuhrat Saidahmed, Iskandar Qodir, Erkin Sidiq, Rishod Abbos, O'rkash Davlat va meni o'z ichiga olgan bir qism yurtdoshlar ichida odam to'plash safarbarlik elib borgan bo'lsa-mu, lekin bularning asos jihatdan mendan boshqa hammasi bu Arabistondan kelgan hojilarning yanada naq pul yo'qki. Biz unda xalqning yanchig'idagi pulga hadab ish va o'qishlarimizni tashlab, soni ko'may uytek saladiganga ahbaq bo'lib qolmadik. Deganga o'xshash har xil o'zri sabablarni bahona qilib yaqin kelgini unamaydi. Hatta bunun hammadan ejinarliq yeri shuki, bular yuqorqi bana sabablar bilan o'zlarining bundaq bir xalqimizning milliy manfaatini ko'zlagan holda boshlamoqchi bo'lgan ulug' harakatni qo'llab has qo'shalmaganligini oz deb keyin biz bir qancha kishi bolam yoki kalam bar edi demasdan umumning manfaati uchun hamma ishlarimizni tashlab rasmiy tashkilot qurib ve Washington'daki parlament binasının yeniden özümüzge tuşluq bir işxana açıp resmi hareket başlagandan keyin bu atalmış ziyalilerinin bazıları meselen Turduğucuğa o'xshash
üstümüzden. Bular Allahu Ekberci. Okumagan savadsız kişiler bulup, bularning qilmishlari hech bir zaman Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi. Biz Türk emas, Uyg'ur. Yurtimizning ismi Sharq Turkiston emas, Uyg'ur eli yoki Uyg'uriston. Mustaqil bo'lamiz deb amalga oshmaydigan davoni qilgandan ko'ra Tibetliklarga o'xshash haqiqiy avtonomiya davosini qilgan ming a'lo degandek sapsatlarni ko'tarib chiqib, cho'qon tovlab, istiqloldan iborat mustaqillik davoyimizga ochiq oshkora buzg'unchilik qilishga boshladi. Va eng oxiri 2001-yili Amerikada yuz bergan 11-iyul voqeasidan keyin o'z maqsadlariga yetib, xotirjam bo'lgandan keyin xalqimizning milliy mustaqillik davosiga sotqinlik qilgan holda Uyg'urchilik bayrog'i ostida davo yo'lida o'zlari bilgan sanamga dastlashga boshladi. Bu uzun hikoya qarindoshlar. Uning ustiga biz burun vatandoshlarga bir qancha qatim bergan bayonotlarimizda bu haqda bir qism ma'lumotlarni berib, o'tgachga hozir tafsili to'xtalmaymiz. Hem şu an bu to'g'riliq har birlariga tafsili ma'lumot berishning ham zamoni emas. İnşallah bu to'g'riliq keyincha payti kelganda yani xalqimizga tafsili ma'lumot beramiz. Demak, bu yerda merhum Hüseyin Qari İslami bilan bir saptir davo yo'lida garchi vatan ichidagi yurtning istiqboli uchun mücadele qilayotgan ozodlik yo'lidagi qarindoshlarimizdak tutqun qilinib azob uqubatlar ichida qorong'u turmalarda yetish yoki hatto etilib ketishdak xayim xatarlardan xoli bo'lgan bo'lsaqmi, lekin ichimizdagi to'g'riliqni ko'rolmaydigan nodon va bag'ri ko'r nachar insonlarning har turli suiqasd va buzg'unchiliklaridan o'zimizni mudofaa qilmoq uchun muqaddas davoga atagan nurg'un qimmatli vaqtlarimiz sarf qilinib zayo ketdi. Men hozir marhumning vafotiga bag'ishlagan bu ta'ziyamni sizlar bilan o'rtoqlashish munosabati bilan rahmatlik otamiz Hüseyin Qari İslami'nin Washington'ni markaz qilgan holda G'arb dunyosida boshlagan milliy qurtulush harakatining oldingi sepidagi Washingtonda turishliq 20 yillik birdan-bir tayanch sabdishi bo'lish bütün bilan suratda soldan o'ngga yer olgan ulug' vatan va millatparvar marhum Abdulqodir Ahmad Turkistani, marhum Hüseyin Qari İslami va men Anvar Yusuf Turani bo'lib, mazkur surat 1998-yil yozda 1995-yili Washingtonda qurilgan Sharqiy Turkiston Milliy ozodlik markazida chekilgan. Bu surat ham aynı tarix va aynı yerda chekilgan bo'lib, suratning sol tarafidagi, ya'ni Hüseyin Qari Rahimullahning o'ng tarafidagi kishi Saudiya Arabistonida yashovchi yurtdoshlarimizdan Abdul Aziz Turkistani bo'lib, bu kishi hozir Saudiya Arabistonning Yaponiyada turishliq bosh elchilik vazifasini o'tamoqda. Bu surat 1995-yili marhum Hüseyin Qari İslami o'ngda va Abdul Aziz Turkistani solda. Ya'ni biz hozir izhor qilib o'tgan Saudiya Arabistondagi vatanparvar qarindoshlarimizdan biri bo'lib, bu kishi hozir Saudiya Arabistonning Yaponiyada turishliq elchixonasining bosh elchilik xizmatini o'tab kelmoqda. Şu anda Arab qiyofatida ko'ringan bu Sharqiy Turkistonlik vatanparvar ikki qarindoshimiz Amerika hukumat arboblaridan George McGowan'ga Sharqiy Turkistonning istiqlol davosini anglatmoqda. Bu surat 1996-yili bahorda Amerikaning Indiana shtatida ziyoratda bo'layotgan
Tibetning siyosiy va diniy rahbari Dalay Lama bilan ko'rishayotgan xotirlardan biri bo'lib, o'ngdan so'lga Dalay Lama, Husayn Qari Islomiy, Sidiq Hoji Ro'zi va men Anvar Yusuf Turani. Suhbatda Sharq Turkiston Milliy ozodlik markazi nomidan Husayn Qari Islomiy boshlig'idagi hay'at Dalay Lama bilan Xitoy ishg'oli ostidagi tuproqlarimizni ozod qilishning yo'llari haqida samimiy suhbat elib bormoqda. Bu surat Husayn Qari Islomiy Washingtonda Sharq Turkiston Milliy ozodlik tarafidan Washingtondagi O'rta Sharq institutida elib berilgan bir milliy mustaqillik milliy faoliyatdan keyin bizlar bilan xotira rasm elingan bir anni ko'rsatdi. Tarix 1996-yili kuz. Bu surat 1998-yili Washingtonda turishliq Arab Amerika institutining qurg'uvchisi va uning prezidenti James Zogby bilan Sharq Turkiston da'vosi haqida elib berilgan suhbat jarayonida chekilgan bo'lib, o'tturdagi kishi Husayn Qari Islomiy va ikki chetdagi kishining biri men va yana biri James Zogbydir. Bu surat so'ldan o'ngga Husayn Qari Islomiy Amerika parlament a'zolaridan, ya'ni Kaliforniya shtati vakili Dana Rohrabaker va men Anvar Yusuf Turani 1998-yili 9-oyning 11-kuni Washingtonda vatan da'vosi haqida elib berilgan rasmiy ko'rishishdan keyin qolgan bir xotira rasm. Bu surat ham ayni yer, ya'ni ayni tarixda, ya'ni 1998-yili kuzda Amerika parlament a'zolari bilan ko'rish jarayonida chekilgan surat bo'lib, mazkur suratning o'ttirida turgan kishi Husayn Qari Islomiy rahimullahdir. Sol tarafdagi men va o'ng tarafdagi kishi bo'lsa Virginia shtatining Amerika parlamentidagi vakillaridan, kongressmen Jim Moran bo'lib, suhbat jarayonida marhum Husayn Qari Islomiy yurtimizning istiqlol davosini mazkur parlament a'zolariga anlatmoqda. Bu surat 1998-yili kuzda, ya'ni 9-oyning 11-kuni Washingtonda turishliq Arab Amerika institutining qurg'uvchisi va uning prezidenti James Zogby tarafidan o'rlashtirilgan nurg'un Amerika parlament a'zolaridan tashkil topgan bir siyosiy so'rinda chekilgan bo'lib, mazkur suratning o'ng tarafida turgan kishi Husayn Qari Islomiydir. Sol tarafdagi men va o'ttirdagi kishi bo'lsa, G'arbiy Virginia shtatining Amerika parlamentidagi vakillaridan biri bo'lgan kongressmen Nick Rayhaldir. Suhbat jarayonida marhum Husayn Qari Islomiy yurtimizning davosini mazkur parlament a'zolariga anglatmoqda bo'lib, keyin, ya'ni 1999-yili 6-oyning 4-kuni mushu vaqtda parlament a'zosi Nick Rayhalning Sharq Turkiston davosiga bo'lgan esdashligi natijasida Amerika prezidenti Clinton bilan ko'rishib, uningga yurtimizning mustaqillik davosini anglatish fursatiga ega bo'lgan edik. Bu surat 1999-yili 6-oyning 4-kuni Washingtondagi Demokratik klubida Sharq Turkiston Milliy ozodlik markazi nomidan yuqorida izhor qilingan Amerika parlament a'zosi Nick Rayhalning Sharqiy Turkiston davosiga esdashlik qilishi natijasida Amerika prezidenti Bill Clinton bilan rasmiy ko'rishib, yurtimizning mustaqillik davosini Clintonga anglatib, arz sunish jarayonida chekilgan bo'lib, mening o'ng tarafimda turgan kishi Amerika prezidenti Bill Clinton va sol tarafimdagi kishi bo'lsa, Amerika parlament a'zosi Nick Rayhaldir. Marhumning hayot haqida shularni sizlar bilan paylaşmoqchiman.
Merhum 1917-yili Sharq Turkistonning Ot shahri Meshet kentida tug'ilgan bo'lib, 1930-yillarda Ulug' ustoz Mamtil Efendi Tevfikning boshchiligida ta'sis qilingan O'ng'riqdagi muallim yetishtirish kursining birinchi qaror o'quvchilaridan biri edi. Ulug' ustoz Mamtil Efendi Tevfik boshchiligidagi izchilar atriti va muallimlar qo'shunidan shundaqla taraqqiyotparvar yurt mo'tabarlari qatorliq 300 dan ortiq kishidan tashkil topgan bu surat 1935-yili bahor oyida Ostonatdagi Tijan maktabida chekilgan bo'lib, mazkur suratning o'ttirida Ostin artish muallimlari deb yozilgan qora taxtini tutib o'ltirgan ustoz Tevfikning talantli izbosarlaridan biri bo'lgan Abdurahmon shoirning so'l tarafida o'ltirgan kishi Husayn Qari Islomiydir. Suratning so'l tarafidagi oldingi qatorda maydasiga qo'lini qo'yib turgan To'xtaji degan kishining so'l tarafida o'rindiqda o'ltirgan kishi Ulug' ustoz Mamtil Efendi Tevfik bo'lib, bu tarixiy ahamiyatli surat haqida keyincha tafsili to'xtalib o'tamiz inshaalloh. O mazkur kursni tamomlagandan keyin Ot Nahaya Ihtoj kentiga bosh muallimlik tayin qilindi va bu yerda bir mazgil ishlagandan keyin Qashqar Ko'nishar O'rdu beshiga joylashgan Turkiyalik Murat Efendi boshchiligidagi Darul Muallimin, ya'ni muallim yetishtirish kursida yana bir mazgil bilim tahsil qilgandan keyin Oqsu viloyatining Ovat kentiga maktab mudirligiga va uningdan keyin Oqsu viloyatlik ma'rif uyushmasining raisligiga tayin qilinib, u yerda bir qancha yil millatni oqartish xizmati bilan mashg'ul bo'ldi. 1937-yilning bahor oylarida Sharq Turkiston Milliy Mudofaa bosh qo'mondoni General Mahmud Muhidi hijrat yo'lida yurtni tark etib, chetga chiqib ketgandan keyin Husayn Qari Islomiy rahimulloh hijratdagi General Mahmud Muhidiga shundaqla butun Sharq Turkiston Milliy Ozodlik inqilobiga vakolatan Stalin davrida urushning himoyasi ostidagi bosqinchi Xitoy hukmronligiga qarshi jon tikib inqilobni davomlashtirayotgan milliy qo'mondon Abdulniyozning inqilobiga qatnashib, bir qancha oy uning kotiblik va siyosiy maslahatchisi qatorliq xizmatlarda bo'ldi. 1937-yilning oxirlarida Sharq Turkistondagi Xitoy hukmronligini desteklagan urushning 1934-yildagi ishg'olidan keyin ikkinchi qatimliq yurtimizni qurolli ishg'ol qilib bombardimon qilish natijasida Sharq Turkiston milliy inqilobi mag'lub bo'ldi ve Abduniyoz boshliq minglarcha mujohidlar Taklamakan cho'lining g'arbiy janubiga joylashgan Yarken viloyati atrofida Xitoy va Urus ishg'oliyatchilariga qarshi jangda shahid qilinib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shu zamonda Sharq Turkistonga hukmronlik qilmoqda bo'lgan Urusning himoyasi ostidagi Jallod Shinsey tarafidan yurtimizda ikki xil bostirish siyosati bir vaqtda bir-biriga parallel holda yurgizilgan bo'lib, u bir tarafdan Yarkenni markaz qilgan askari qo'mondon Abdulniyoz boshchiligidagi Sharq Turkistonning qurolli inqilobini bostirish harakatini
elip beriş bilen birge aynı zamanda yurtumuzun azadlığını közlegen halda Ustaz Memtil Efendi Tevfik başlığıda o atışını merkez kılgan halda elip berilmekte bolgan cedetçilik dep bilingen çoğun külemlik ma'arif islahat hareketini bastırıştan ibaret umumi kırgınçılık hareketini elip bargan bulup Hüseyin Kari Rahimullah Ustazi Memtil Efendi başlık minlerce inkılabi ma'arifçiler 1937 yılı kolga elinip yuqtulup uzun ötmey yurtumuzda Xitay hükümranlığı karşı elip verilmekte bolgan her ikkila inkılapның tirik kalgan kaldıkları bulup hesaplangan halda sanaksız kişiler katarıda Aksu avatı kolga elinip bir qancha yıl Aksu vilayetlik turmada yatkan. Bu mezgilde 1933 yılı Qashqarda kurulgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining mag'lub bo'lish harfsida qo'lga ilinib, Aqsuda vaqtlik zindonga tashlangan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining asosli rahbarlaridan Sobit Damillam. Bu surat 1933 yılı 11 ayının 12 günü merhum Sobit Damillam Abdulbaqi Rahimullah'ın rahbarligida kurulgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining rahbarlari bulup suratning o'ng tarafidan sanaganda 3-chi kishi Sobit Damillam Rahimullah'dır. Keyin 1944 yılı G'uljida kurulgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining rahbarlaridan G'uljidan keçip Kuchar Shoyarda tutulup Aksu vilayetlik turmusiga qamalgan Elixan Töre. Ve şundakla azatlık kılıda yerim asır Xitayning zindonlarida yatgan Abdulaziz Mahsum bilen bir müddet qamoqda birga yetib, bular bilen vatan ve milletning g'amini yedi. Onundan keyin G'uljida Xitoyga qarshi inqilob boshlanib, Elixan Töre'ning rahbarligida mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyeti kurulgan çağlarda G'uljiga berib inqilob qatnashgach ve bu jarayonda bir tarafdan u yerdagi milliy rahbarlarning kotibligini qilgach, yana bir tarafdan millatni uyg'otish yo'lida davomli ma'rif ishlari bilan mashg'ul bo'ldi. Keyincha Kommunist Xitoy hukmronligining yurtimizni ishg'ol qilishi asnosida ozodlik sepidagi da'vo arkadaşları Muhammed Emin Bug'ra suratning eng oldingi retidagi qap o'ttirida o'ltirgan oqchapan va oqsellik qarsaqal kishi Muhammed Emin Bug'ra Rahimullah'dır. İsa Yusuf alıp tiken qatarliq bu surat 1983 yılı İstanbul'da çekilgen bulup 4 kişiden teşkil tapkan bu suratning o'ttirdagi 2 kişinin sol tarafidagi kişi Hüseyin Kari Rahimullah ve o'ng tarafidagi chapan ko'tarib turgan kişi İsa Yusuf alıp tiken Rahimullah'dır. Yurttaşlar bilen hicret yolunda yurtni terk etip çıkıp geldi. Şundan itibaren merhum Hüseyin Kari İslami 66 yıllık hicretdeki hayatında vatan davasından başka hiç nersi bilen şugullanmay hayatının ahırı kadar vatan ve milletinin g'amini yap geldi. Bu surat merhum Hüseyin Kari İslami başçılığındaki bir Sharqiy Turkistonlik hay'atning 1995 yılı Ciddi shahrida resmi davlat ziyoratida bo'layotgan Qozog'iston davlat raisi Nursulton Nazarboyev bilan resmi kurashgan chog'dagi bir xotir surat bo'lib, bu paytda Hüseyin Kari İslami Nursulton Nazarboyevning Sharqiy Turkiston davosiga sahib chiqishini topilmoqda. Köpince hallarda
Merhumning hicretdagi o'ltiraqlashgan joyi Saudiya Arabistonining siyosiy vaziyati yetarlik yor bermaganlik uchun garchi hur dunyodagi har birlarimizdek har zaman ochiq oshkora holda xalqaroliq sahnalarda bo'libmi Saudiya Arabistonda siyosiy harakatlarni elib berish imkoni topolmagan bo'lsa-mu, lekin uzun yillardan beri dünyanın her qaysi joylarida Xitoy ishg'oliyatchilariga qarshi elib berilmoqda bo'lgan cho'ng kichik har qanday harakatlarga o'zining Saudiya Arabistonda yashag'uvchi muajir yurtdoshlar ichidagi alayda ko'z ko'rinarlik e'tibori va izzat obro'yga tayangan holda ma'naviy va moddiy desteklarda bo'lib keldi. Masalan, Türkiye'de İstanbul'ni merkez kılgan halda merhum İsa Yusuf Aliptikin'nin rehberliğinde tahminen yarım asır elib berilgan milli harekettin tartib bu suret 1992 yılı 12. ayda İstanbul'da açılgan Şarkı Türkistan Milli Kurultayı jarayonida çekilgen bulup soldun o'ngga merhum Hüseyin Qari İslami ve Şarkı Türkistan rehberlerinden ağaç rivayet. Şundaqla merhum İsa Yusuf Aliptikin rahimullah qatarlıqlardır. Keyince Sovyetler Birliği'nin halak buluşundan keyin Orta Asya Cumhuriyetlerinde yaşag'uvchi Şarkı Türkistanlık Uygurlar tarafidan Xitoyga qarshi elib berilgan milliy hareketlergacha. Bu suret 1993 yılı 5. ayda Hüseyin Qari İslami rahimullah başçılığındaki Muhammed Qasım Emin, Abdülkadir Ahmet Türkistani, Abdülkadir İbrahim Türkistani qatarlık bir Şarkı Türkistanlık inqilobiy hay'atning Qozog'iston davlat raisi Nursulton Nazarboyevning resmi teklifi bilan Qozog'istonga qilgan ziyarati jarayonida Olmutuda o'ltirishliq Hakim Ahimbay degan bir yurtdoshning uyida chekilgan. Suratda o'ngdan so'lga Hüseyin Qari İslami rahimullah, Muhammed Qasım Emin, yani hazır ayat, Abdülkadir Ahmet Türkistani rahimullah ve Abdülkadir İbrahim Türkistani rahimullah. Bu suret hem Hüseyin Qari İslami rahimullah başçılığındaki Saudiya Arabistan'daki ataqlıq vatanperver hayırsever baylardan Abdülgufur Hacı, yani o'ngdan so'lga birinci, Abdülkadir İbrahim Türkistani ve Muhammed Qasımlarni o'z ichiga olgan bir Şarkı Türkistanlık hay'atning 1990 yillarning o'ttirlarida G'arbi Turkistonga qilgan ziyaratidan bir xotira bo'lib, suratda do'ppilik kishini yulab turgan kishi Hüseyin Qari İslami rahimullah'dır. Avustraliyada 80 yillardan tartib elib berilgan milliy hareketlerden tartib ta ki 1995 yılı Amerika'da kurulgan Şarkı Türkistan Milli Azadlık Teşkilatı ve şundaqla onun türküsü bilen 2004 yılı 9. ayının 14. günü Washington'da kurulup dünyaya jakalangan Şarkı Türkistan sürgündü hükümetigacha ve hatta 1990 yıllarının o'ttirlarida G'arbiy Yevropadagi Germaniyani merkez kılgan Dünya Uygur Kurultayigacha bo'lgan uşaq cho'ng tashkilotlarning hammasiga Saudiyadagi vatanparvar zotlarni safarbarlikka keltirib, ochiq oshkora va ba'zida parda orqasidan imkoniyatining yetishicha yar yulakda bo'lib keldi. Allah onundan razı olsun. Şu suret 1988 yılı Cidde'de çekilgen bulup, surette Hüseyin Qari İslami rahimullah
Türkiye Cumhuriyeti Reisi Süleyman Demirel vekili Osman Sıraç bey bilen görüşüp onun ve şundaqla Türkiye hükümetinin Şarkı Türkistan'ın istiklal davasıga sahip çıkışını sormakta bolgan bir andır. Bu suret 1990 yıllarının başlarında Hüseyin Qari İslami'nin öz vaqtidagi İstanbul şehir başlığı ve hazırki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin sabık Cumhurbaşkanı Abdullah Güller bilen bir qancha ketim ciddidiki uyga chaqirib mehmon qilib, onunğa Şarkı Türkistan'ın istiklal davasıga sahip çıkışını tapılavatkan bir andır. Bu suret 1982 yılı İstanbul'da merhum Hüseyin Qari tarafından verilgen bir ziyafette çekilgen bulup, uduldaki dastıxanının türdeki kişi Hüseyin Qari Rahimullah'dır. Bu sohbet jarayonida Hüseyin Qari İslami Şarkı Türkistan davasını Türkiye'deki iş adamlarına anlatmakta. Bu suret 1983 yılı İstanbul'da merhum Hüseyin Qari tarafından verilgen bir ziyafette çekilgen bulup, uduldaki kallıs görünüp durgan dastıxanının türdeki kişi şu kişidir. Bu ziyafet jarayonida yanıla merhum Hüseyin Qari İslami Şarkı Türkistan istiklal davasını Türkiye'deki büyük iş adamlarına anlatmakta. Bu suret 1990 yıllarının başlarında Hüseyin Qari'nin ciddideki uyda tatılgan bulup, Qari yani merhum Hüseyin Qari İslami bu sohbet jarayonida Kırgızistan'dan kelgen Kırgızistan hükümet parlament a'zolari Medet Şirkul ve Nur Muhammed Kenjiler bilen birge Şarkı Türkistan davası hakkında çoğunkur sohbet elip barmakta. Bu suret okşaşla Hüseyin Qari İslami'nin 1990 yıllarının başında Kırgızistan parlament reisi Medet Şirkul, hemşehrilerimizin Abdulaziz Yunus ve Mirza Qatarlıq mehmanlar bilen özünün ciddideki uyda çekilgen bir resim bulup, bu Kırgız kıyafetini Kırgızistan hükümeti parlamenti namıdan takdim kılgan. Bu suret 1990 yıllarda Hüseyin Qari İslami'nin Kırgızistan'dan kelgen parlament a'zolari Medet Şirkul başlığındaki mehmanlarını özünün ciddideki uyda kütüp eliş arpsida çekilgen suret bulup, mazkur suretning o'ttirisida yer algan alqinni echib qarab turgan kishi Hüseyin Qari İslami'dir. Şunu itiraf qilmaslikqa hech kishining qilchi haqqi yo'qki, g'arb ellarda bulupmu Amerikada Şarkı Türkistan mustaqillik davasının bugungi holga kelishida merhumning qo'shgan töhfisi alayda tilga ilinib, taqdirlashga tegishli bir inkor qilg'ini bo'lmaydigan tarixiy voqea bo'lib, buningga biri Allah ve ondan qolsa men shahid. Bu suret 1998 yılı bahar ayida Angliyaning London shahrida Tibetliklar bilan birlikda bosqinchi Xitoyga qarshi elib berilgan bir namoyish chekilgan bo'lib, mazkur suratda oy yulduzliq ko'k bayroqning oldida nutq so'zlayotgan quloqchilik kishi merhum Hüseyin Qari Rahimullah'dır. Bu suret hem okşaşla 1998 yılı kuzda London'da Xitoy hükümete karşı ötküzülgen namoyishda çekilgen bulup, meydanның o'ttirisida turgan iki kişiden biri merhumning qizi Hanan ve yana biri onun yoldaşı Muhammed Emin'dir. Bu suret 1995 yılı Washington'da çekilgen bulup, suretda Arap kıyafeti içindeki
Vatanparvar Sharqiy Turkistonlik Husayn Qari Islomiy Rahimulloh va Abdulqodir Ahmad Rahimullohlar Amerika hukumati davlat arbobi George McGovernga Sharqiy Turkistonning milliy mustaqillik davosini anglatmoqda. Bu surat 1997-yili Washingtonda Sharqiy Turkiston Milliy Ozodlik Markazi siyosiy maslahatchisi Marshall Strassning Washingtondagi uyida Sharqiy Turkistonning davosi haqida elib berilgan bir resmi suhbatda çekilgan resimdir. Bu surat 2001-yili kuzda Virginiyada çekilgan bo'lib, mazkur surat marhum Husayn Qari Islomiyning 911 voqeasidan keyin yurti Arabistonga damoli qaytib ketolmay, bizning uyda mehmon bo'lib turayotgan zamonlardan qolgan qimmatli xotira surat bo'lib, suratda ko'rilgan 5 kishining ichida birla hayot qolgan hozircha men. Qolgan hammasi Allohning rahmatiga erishdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Suratda soldan o'ng'a Husayn Qari Islomiy Rahimulloh, dadam Yusuf Hasan Hoji Rahimulloh, Abdulqodir Ahmad Turkistoniy Rahimulloh va anam Shervanixon Hoji Rahimulloh va men Anvar Yusuf Turani. Bu surat 2001-yili 8-oyning 19-kuni Virginiyada çekilgan bo'lib, suratda o'ngdan so'lga Husayn Qari Islomiy Rahimulloh vatandan yangidan Amerikaga ziyoratga kelgan rahmatli dadam Yusuf Hasan Hojining Turkiston naqshlarini anglab munglanmoqda. Bu surat ham aynı yer ve aynı tarixda çekilgan bo'lib, yana o'ngdan so'lga Husayn Qari Islomiy va dadam Yusuf Hasan Hoji. Vatan haqida cho'nqur samimiy suhbat. Buning uchun marhum Husayn Qari Islomiy ve onun sabdoshlari Abdulqodir Hoji Ahmed Turkistoniy ve Abdulqodir İbrahim Turkistoniylar men uchun to'liq qimmatli insonlar bo'lib, bular bilan ozodlik sifida yillarcha Xitoyga qarshi birga mücadele qilish jarayonida ular bo'libmi Husayn Qari Islomiy mening ham rahbarim, ham otam ve Vatan davası to'g'risidagi dardu g'amlarimni paylaşadigan janjigar do'stim bo'lib, nurg'un ishlarni men shulardan o'rgandim. Va avval Allohning hidoyat qilishi bilan, onundan qolsa shularning ilhomi bilan ozodlik yo'lida bir qism muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga muyassar bo'lganman. Shuning bilan birga ba'zida Xitoy ve to'g'riliqni ko'rolmaydigan ishimizdan chiqqan bag'rikor Xitoychilar tarafidan suiqasdga uchrab yoki qo'rshovga ilinib, yiqilib, yaralangan chog'larimda yanala avvalo Alloh ve ondan qolsa mana shularning turtkusi bilan dast o'rnimdan turib, yo'limga ravon bo'lib kelganman. Abdulqodir Ahmed Turkistoniy bo'lsa 1930-yili Qashqar shahrida tug'ilgan bo'lib, u 1937-yili Shinsey tarafidan yurtimizda boshlangan ma'arif islohot harakatiga qarshi elib berilgan umumiy qirg'inchilikda ustoz Mamtud Efendi Tavfiqning talantli izchillaridan biri bo'lgan tag'am Abdulg'ofur Qunaji va dadamning tog'isi Nasira Xaftimlar bilan birga tutqun qilinib, şehit kılınan atish azoqliq vatanparvar Ahmet Hacimning o'g'li bo'lib, bizga onam tarafdan tuqqan keldi. Bu kishi 1948-yili vatandan bola chog'larida mening cho'ng onam Tojixon va tog'am Muhammad qurbonlar bilan hijrat qilib chiqib ketgan. Onamning dadasi Qurbon Hoji bo'lsa, yani mening cho'ng dadam Qurbon Muhammad Rahimulloh.
Ustoz Mamtili Efendi Tevfik'nin en yakın iqtisadi ve manevi destekçilerinden biri bulup, o 1935 yılı vatandan hech qilish münasebeti bilen yurtdan çıkıp ketken peti, vatanga qaytmay 1956 yılı 97 yaşında Mekke'de vefat etti. Abdülkadir Ahmet Türkistani son zamanlarda Saudi Arabistan'ın Ciddi şehrinde plastik fabrikası kurup beygan bir fabrikador bo'lishchi sifati bilan vatanimizning ozodlik yo'lida merhum Hüseyin Qari bilan birga yuqorida izhor qilingan joylardagi milliy ozodlikqa aloqador harakatlarni moddiy va ma'naviy jihatdan desteklab kelgan bir shaxs bo'lib, o 2003 yılı 3. ayının 7. günü hicretdeki makanı Ciddi şehrinde alemden öttü. Allah merhumga cennet ata kılgay, amin. Ben bu yerde merhum Hüseyin Qari İslami hakkındaki tariflerimni davamlaştırıştım burun. Peytine qo'ldan bermey merhum Abdülkadir Hacı Ahmet'nin tüvendiki sözünü sizler bilen paylaşmakçıyım. Yukarıda izhor qilinganidek bizning Washingtondagi Sharq Turkiston milliy mustaqillik da'voyimizni yo'qotib, uning o'rniga o'zlarining Uyg'urchilik bayrog'i ostida oliy muxtoriyat da'vosini tiklamoqchi bo'lgan heliqi hamoqatlar guruhining bir peshqadam elchisi üstümüzden alayda şikayet qilib, Arabistondagi yüzlerce hemşehir toplangan bir sorunda o'ttirg'i tashlangan bo'hton va tetqisiz shikoyatlar ichida Anvar Yusuf Turani boshchiligida elib berilgan milliy faoliyatlar xalqimizga ziyonlik bo'lib, buning jonliq misoli u Xitoyga qarshi elib berilgan namoyishlarda Allohu akbar deb to'laydi. Yana ondan başka namoyish jarayonida naq maydonda tortilgan video va resimlarni Xitoyga yo'llab berdi deganda, buningga javoban merhum Abdülkadir Ahmet Türkistani rahimullah yanada mazkur shikoyatga qarshi bir narsa demoqchi bo'lgan Hüseyin Qari İslamiga sizlar bizning hayitlik chaqirimiz bo'lib jim turib basli qari. Men buna o'zim javob beray deb dast o'rnidan turib, hajim gaplar tutgan bo'lsa, man qarsizlar. Biz Anvar Efendini tam sizlar degandek qilsin deb Washingtonga qo'ziq qilib qo'yib kelgan. Bizning da'vo Allohu akbar asosi qurilgan da'vo bo'lib, Allohu akbarsiz vatan azat bo'lmaydi. Azat bo'lgan taqdirdami Allohu akbardan iborat Allohning ismi va sifati izhor qilinmaydigan bir zaminda yashashning biz musulmonlar uchun hech qanday ahamiyati yo'q. Yana biri sizlar nomus qilmay so'zlari bilan Anvar Yusuf Turani namoyish jarayonida chekilgan video va rasmlarni Xitoyga vatib berdi deb shu gapni boshqalar xalqlarga selib bersa, tashlab etmay Washingtondan Mekke'ga ko'tarib ekiblar. Yıllardan beri biz namoyishlarimizni butun dunyoga ko'rsatganimiz bilan Xitoy ko'rgini o'namay, ko'zlarini itib elib, bizlarni ko'p taqassa qilgan edi. Agar butun dunyo Xitoyga qarshi qilgan hasrat shikoyatlarimizni izhor qilgan namoyishlarimizni ko'rib, Xitoyning o'zi buni ko'rmasa, bunday namoyishning bizga nima ahamiyati bor deb javob berdi. Merhum Hüseyin Qari İslami shunday umidvor inson ediki, bundan 20 yil avval 80 yoshida men bilan birga Amerikada tashkilot qurib, vatan davosini boshlagandan tortib, toki bir qancha oy avvalga qadar ozodlik yo'lida davomli menga ilhom berib keldi. Merhum bilan toki yaqingacha telefonda so'zlashgan chog'larimda menga: "Qara o'g'lim Anvar Efendi,
Аңлашлар qaraganda yakınqı zamandan beri burun bizge uğru kovlab yo'qotmoqchi bo'lgan Washingtonda eriqi Xitoylarga qo'shilib, biz u yerda ming bir mushaqqatni boshlab vujudga keltirgan istiqlol davoyimizga qarshi har tarafda oliy muxtariyatni uchiq oshkora bozorga soladigan siyosiy dallollar paydo bo'lib, hamma joyni avtonomiyachilik qoplab ketganmish. Amma Anvar Efendi, men sana shuni yana bir qatim ta'kidlab aytib qo'yayki, vatanning istiqlol davosini burmulab, avtonomiya bozoriga olib borib, 2 qurishga sotidiganga hech kishining haqqi yo'q. Haqqimiz bor degichilar vatanning istiqloldan iborat amonatiga xiyonat qilg'uchi sotqinlar bo'lib, har ikki dunyoda bu xoinlik qilmishlarining jazosini chekadi inshaalloh. O'z vaqtida Amerikada yurtimizning istiqlol davosini boshlagan bir qancha kishidan o'lab tugab, zodi ikkimiz qoldik. Har qanday sharoitda Xitoy va xitoychilarga qarshi qilayotgan mücadelende hergiz bo'shashma oldum. Men yaqinda Washingtonga berib, yana sen bilan bir sapta yurtimizning istiqlolining simboli bo'lgan oy yulduzliq ko'k bayroqni qudratimning yetishicha egiz ko'tarib turaman inshaalloh deb so'zini oxirlashtiradi. Hüseyin Qari rahimullah nahayati so'zga boy va mazmunliq gap qiladigan kishi bo'lib, so'zimning oxirida sizlar bilan zodi esimdan chiqmaydigan marhumning hikmatlik so'zlaridan Amerikaga kelganda bizga deb berdigan tuvandagi gaplarini sizlarga deb bering. Bir kuni vatandan Saudiya Arabistonga haj qilish munosabati bilan kelib, haj tavoflarini tamomlab bo'lgandan keyin vatanga qaytish oldida turgan bir vatanparvar yosh bola bilan jiddiy ko'rishib, tunishib qoldim. Bu yigit menga suhbat jarayonida o'zining kasbiy sozandi bo'lib, agar hajdan keyin fursat chiqib qolsa, Saudiya Arabistondagi vatan ishqida kuyib yanayotgan muajir qarindoshlariga birer perde chelib berarman deb atayin vatandan o'zi bilan birga bir duttar ham olg'as kelganligini aytib berdi. Men bu yigitning orzusini amalga oshirish niyatida darhol bir qancha yuz hamshaharlarni uyimga to'plab, bu yigitning sharifiga bir cho'ng ziyofat berish orqali bu bolaning dutturini chalg'anga so'rin hozirlab bergan bo'ldim. Ve bu bola ziyafet jarayonida duttar bilan ziyorat qilg'ili keldim degan naqsidan boshlab, u dedi yoq. Otilari yo'qmikan asta? Qatorliq bir qur insonni hayajonga soladigan milliy ruh va jangovarlik to'lgan mungluq naqshlarini orqadan ajoyib mungluq ovozi bilan urilganda hamshaharlar hayajonlarini bosolmay ko'z yoshlarini to'kishga boshladi va bo'libmi bu bolaning chinanga hey anam zamzam qo'yib beray desam sen yo'q degan naqsini aytganda butun sorindagi shoq cho'ng hammasi ovozlarini qo'yib etib hungriga etib yig'lashni boshladi. Mana men bu paytda darhol naqshini to'xtatib yig'layotgan yurtdoshlarga mundaq dedim. Naqsha va muzika degan mana mundaq bo'ladi. Bizga mana mushundaq bizdek asoratdagi mahkum millatning jangovarlik tuyg'usini qo'zg'aydigan yoki undaq jangovarlikni kuylaydigan naqsh muzik kerak. Sana minglarcha apirin o'g'lim deb uning ko'rsatgan fidokorligiga so'rinda minnatdorlik bildirgandan keyin so'zimni mundaq deb tugatdim deydi.
yurtimizning 1 milyar ishg'oliyatchiga qarshi ozodlik yo'lida jon va molimizni qurbon qilishdan boshqa yana shu qadar ko'p miqdorda pul lozim bo'ladiki, ey qarindoshlar, agar butun dengizdagi suv bizning bo'lib, bu suvning hammasi pulga aylanib ketgan taqdirda ham yana bu pul bizga oz keladi. Shunga hammamiz vatan va millat deb qayg'urib, yig'lab, dasturxonga quruq yosh to'kkanning o'rniga pul to'kayli yurtdoshlar. Marhumning bizga deb bergan yana bir hikmatlik gapini sizlarga deb beray. Ba'zi o'tirliqda gap to'shib yuradigan bir qism kishilar pat-pat yanimga kelib, Hüseyin Karim, ba'zi kishilar sirini namoz qilmay, obro'yparast deyishidi. Biz bularning o'zlariga qilgan bu haqoratlariga chidab turolmay, bular bilan Hüseyin Karim undaq kishi emas deb bir qancha so'rinda yoq siqish qilib tas qoldik. Buningga bir narsa demaslar bo'lmadi, Karim deb ketdi deydi. Men darhol marhumdan Hüseyin Karga, siz nima dedingiz ulargandan deb so'radim va marhum bana mundaq deb javob berdi. Men ularga shular haqiqatan to'g'rini debdi. Sizlar bekardan bekarga uni shundaq dedi deb o'zinglarni urutib yuribsizlar. Men haqiqatan obro'yparast bir odamman. Bütün hayatım boyunca izzat ve obro'y debla yaşab keldim. Bir yerde kichikkina obro'y qozonishga ko'zim yetsa, shu yerga berib, shu obro'yni bir amal qilib elvanmag'icha ko'zimga uyqu kirmaydi. Chunki agar bütün dunyo mening bo'lib, lekin izzat obro'yim bo'lmasa, mana bunda hayatning nima keragi? Dedim. Deb berib, bu hikoyaning oxirini mundaq deb tushirgandi. Bir kuni yana hali qisqanchilardan biri Hüseyin Karim hayotida o'zlariga bo'xton chaplab, haqorat qilib kelgan haliqa mal'unning bir idivini bermasilar bo'lmadi. U bek hedidlashib ketdi deb yana kelibdi deydi. Men darhol marhumdan siz nima dedingiz bu qati deb so'radim va rahmetli Hüseyin Karikam bana mundaq deb javob berdi. Nima deydim? Uningdan zodi kim u odam? Va hozir nerede o? deb so'rasam, u falonchi degan Pukuniyada o'tiradigan kishi shu bo'lib, yaqinda o'ldi deydi. Oy, o'lgan odamning men yana qanday edibini beraman? Bu dunyoda bir inson har qancha haddidan oshgan taqdirda ham uning jazosi uchun o'limdanmi cho'ng yana bir jazo bo'lamdi dedi deb bergan. Men ozodlik yo'lida menga yillardan beri otadorchilik qilib kelgan ustozim Hüseyin Qari rahimullahni bundan 3 yil avval oila bola-chaqalarim bilan Amerikadan Mekkaga umri uchun qilgan ziyorat jarayonida eng oxirgi qatim ziyorat qilib qaytgan edim. Marhum ziyorat jarayonida meni o'zining ishxona odisiga elib kirib, Sharqiy Turkiston ozodlik yo'lida undan avval qilingan va bundan keyin cho'qim qilinishga tegishlik muhim nuqtalar haqida 2 soatga yaqin suhbat elib bordi. Andan keyin marhum o'zining yaqinqi bir qancha yil ichida Uyg'urcha va arab lisanlarida yezib kitob shaklida hozirlagan Vatan davosi to'g'risidagi 3 asarini o'zining vatandagi chig'ida
ay yıldızlık inqilobiy uniform bilan chekilgan bir tarixiy resim bilan qo'shib taqdim qildi. Eng ahiri men marhum bilan vidolashib uydan ho'yliq uzab chiqayotgan chog'da marhumga ehtiyotdan yordam qilmoq uchun yaqinlashgan ayoliga "Xonim, andaq qilma. Mehmonlar meni yetilmasa mangolmaydi ekan" deb qoladi. Deb chaqchaq qilish orqali 95 yoshdan eshib ketgan turg'liqmi yanala qirliqqa hargiz tan bermay meylisini ko'tarib tik menishdek oliyjanob ruhini bizga eng oxirgi qitim yana bir namoyon qilib uzitib qo'ygan edi. Shunday qilib yurt ichi va teshidagi bir asrlik hayotining oxirigacha vatan va millatning ozodlik yo'lida uzluksiz mujodala qilib kelgan bu ulug' zot mana bugun 2015-yili 9-oyning 5-kuni o'zining uzundan beri yashab kelayotgan hijratdagi makoni Saudiya Arabistonining Jidda shahrida 98 yoshida, ya'ni 2 kam 100 yoshda bu olamdan o'tdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Cenab-ı Allah merhumga şehitlik mertebesi ata qilg'ay va hammamizga yurtimizning ozodlik yo'lida merhumga o'xshash barlig'imizni beg'ishlagan holda zodila eg'izda emas, haqiqiy bidokorlik ko'rsatadigan vijdon va iymon nasib etgay. Amin. Amin ya Rabbil alamin. Büyük ihtiram bilan Anvar Yusuf Turani, Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündü hükümeti baş ministeri 2015-yili 9-oyning 5-kuni Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.